Assalomu alaykum. Men Abdulaziz Akramjonov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bank fakulteti 2-kurs talabasiman. 2026-yil 5-martda bo'lgan Financial Reporting imtihonidan 91 ballni qo'lga kiritdim va bu ballni qo'lga kiritganim uchun o'z ota-onamga, Islombek akaga va FB Academy'ga katta rahmat aytmoqchiman. Darslarga keladigan bo'lsak, darslar onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tdi. Videolar yozib olindi va qayta ko'rib chiqishga imkoniyatimiz bo'ldi. Bundan tashqari, darslar sifatli va tizimli tashkil qilingani uchun bizda imtihonga tayyorlanishga va mavzularni yetishtirib olishga yetarlicha vaqt bo'ldi deb o'ylayman. Men hozirda Mirazal aka Rahmonovning Management Accounting bo'yicha kurslarda o'qiyapman va FB Academy'da qolgan barcha essay paperlarni o'qishni davom ettirmoqchiman. Hozirda Financial Reporting imtihoniga tayyorlanayotgan o'quvchilar uchun har bir mavzuni tugatgandan keyin BPP va Kaplan kitdagi misollarini ko'rib chiqishni tavsiya etaman. Bundan tashqari individual statementlar tayyorlash va interpretation qismiga ham ko'proq e'tibor berishni so'rayman, chunki bu ikkala qism imtihonda 40 ballni tashkil etadi. Hozirda FB Academy'da katta paperlarga guruhlar ochiq, qabul davom etyapti va sizlarga ham FB Academy'da SSC'ni o'qishni tavsiya etaman.